Alloh taolo salom so'zini birinchi bo'lib bashariyat otasi bo'lgan Odam alayhissalom hayot tarzlariga kiritgan edi. Bu haqda Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytdilar. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratgandan so'ng u kishiga anavi o'tirgan farishtalarning oldiga borginda salom bergin dedi. So'ng ularning senga beradigan aligi javobini yaxshilab eshitib olgin. Chunki bu senga va sendan tarqaladigan zurriyotlaring uchun salomlashish bo'ladi dedi. Odam alayhissalom borib assalomu alaykum dedilar. Farishtalar esa assalomu alayka va rahmatullohi dedilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, astaizu billah va iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innalloha kana ala kulli shay'in hasiba deb Alloh marhamat qiladi. Niso surasida. Bas qachonki agar sizlarga salom berilsa, va iza huyyitum bi tahiyya, qachonki agar sizlarga salom berilsa, fahayyu bi ahsana minha, ularga undan go'zalroq javobini ayting. O'shaning uchun salom berishlik sunnat, lekin javob qaytarishlik vojib. O'shaning uchun Alloh taolo fahayyu deb amri hozir buyruq maylidagi shaklda keltiryaptiki, fahayyu bi ahsana minha, o'sha salom berilgan vaqtida siz undan go'zalroq qilib javob bering. Aw rudduha, yoki aynan o'sha gapni o'zini qaytaring deyaptilar. O'shaning uchun bir kishi kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga assalomu alayka ya Rasululloh deganda va alaykumussalom va rahmatulloh dedilar. Bir kishi kelib assalomu alayka ya Rasululloh va rahmatullohi va barakatuh dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynan shu narsani qaytardilar. Lekin u aytdiki, ya Rasululloh, men assalomu alayka ya Rasululloh va rahmatullohi va barakatuh dedim. Lekin siz undan ziyoda qilmadingiz-ku deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga qoldirmading-ku dedilar. Ya'ni assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bor. Lekin va mag'firatuhu va jannatuhu va hokazo qo'shadiganlar bor. Lekin bu lafzlar hadisda ham biron iboralarda keltirilmagan. O'shaning uchun eng uzuni assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bo'ldi. Shulardan ortig'i yo'q. Ya'ni va jannatuhu va mag'firatuhu va hokazo degan narsalar hojat yo'q unga. Ayrimlar shunaqa qo'shib, bilmayman qayerdandir uni o'rganib olgan, kim o'rgatgan bilmayman, lekin hadisda unaqa holatlar keltirilmagan. O'shaning uchun salomlashish odoblaridan shularni e'tiborga olishimiz kerak. Xo'p. Demak, Alloh taolo Qur'oni Karimda boshqa bir oyatda shunday marhamat qiladiki, bas qachonki uylarga kirsangiz, bir-birlaringizga Alloh huzuridan bo'lgan muborak pokiza salomni aytingiz. Ya'ni assalomu alaykum denglar. Sizlar aql yurgizishingiz uchun Alloh taolo o'z oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qilaver deb Alloh taolo Nur surasida marhamat qilgan. O'shaning uchun qachonki siz uyga kirsangiz, o'ng oyoq bilan bismillah assalomu alaykum va rahmatullohi deb kirishingiz mana bu oyatga muvofiqdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham qachonki uylarga kirsalar salom berib kirar edilar. Chunki uylarda albatta farishtalar bo'ladi. Yo hech kim yo'q-ku, shundoq kiraveraman degan holat bo'lmasligi kerak. O'shaning uchun doimo uyga kirsangiz ham salom berib kirish kerak. Hech kim bo'lmasa ham farishtalar eshitib turadi va farishtalar sizlarga o'sha salomni qaytarib turadi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida ba'zi sahobalarga farishtalar kelib salom berardi. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu buyuk sahobalardan ana shu kishi aytadilarki, menga har ertalab bir farishta kelib salom berardi. Men uni salomini eshitardim. Men unga javob qaytarardim. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, o'sha bir ko'krak ostidan bir bezga o'xshagan narsa chiqadi. Qanaqadir bir kasallik, lekin o'sha kasallikni o'sha davrdagi tabiblar shunaqa kuydirish yo'li bilan davolar ekan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kuydirmanglar deb aytganlar. Lekin bu kishi men 3 marta o'sha tabibning gapiga kirib kuydirdim. Lekin orada shu narsa ham shifo topmadim, ham farishtalarning salomidan quruq qoldim deganlar.
Ya'ni ana shu ishni qilganliklari uchun farishtaning salomi uzilib qolgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida sahobalar ayrimlar farishtalarni ko'rardilar. Ayrimlar salomlarni eshitardilar. Bu narsa ko'p takrorlayvergandan keyin ularning ko'ziga oddiylashib ko'rgan edi. Chunki bizda oddiy holat bo'lib qolgan narsalar o'sha vaqtda ularga ham mana shunaqa narsalar oddiylashib qolgan edi. Ma'lumki, salom berish mumkin bo'lmagan holatlar mavjud. Xususan bir necha o'rinlarda salom berish va alik qaytarish joiz bo'lmaydi. Salom berilgan kishi qazoyi hojatda bo'lsa, unga salom berish va salomga alik qaytarish makruhdir. Salom berilgan kishi namoz o'qiyotgan yoki azon aytayotgan bo'lsa, unga salom berish joiz emas. Namoz o'qiyotgan kishi va alaykum deb javob qilsa, namozi buziladi. Uyquda yoki mudrokda bo'lgan kishiga ham salom berilmaydi. Salom berilgan kishi taom tanovul qilayotgan bo'lsa va taom og'zida bo'lsa, unga salom berilmaydi va javob ham qilmaydi. O'shaning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kun qazoy hojat qilayotganlarida bir sahobiy ikrom kelib, "Assalomu alayka ya Rasululloh" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob qaytarmadilar. Shunda yana "Assalomu alayka ya Rasululloh" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob qaytarmadilar. 3-marta salom berganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqalarida turgan devorda bir tayammum qildilarda, tayammumdan keyin "Va alaykumussalom va rahmatullohi" deb javob qaytardilar. Ana shunda "Ya Rasululloh, men 2 marta salom berdim, siz javob qaytarmadingiz" deganda, "Men tahoratsiz holatimda senga javob qaytarishni o'zimga ep ko'rmadim" degan hadislari ham bor. Lekin bu hadisni Imom Tahoviy Ma'anil Athar kitobida nima qilganlar? Muhokama qilganlar, boshqa hadislar, hammasi hadislarni jamlaganlardan keyin, ya'ni tahoratsiz holatda salomlashish mumkinmi yo'qmi deganda, salomlashish mumkin. Ya'ni hadis-i shariflar, boshqa hadislar, men faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'sha holatlardagi nimani hadisni sizlarga keltirdim. Lekin qazoy hojat bo'lgan vaqtida salomlashmaydi. Shunaqa holatlarni eshitganmizki, hojatxonada bo'lib turib, telefon bo'lib qolsa, "Assalomu alaykum va rahmatulloh" deb o'sha hojatxonaning ichida bemalol esidan chiqadi qayerdaligi. Ana shunaqa holatlar biz eshitganmiz, sizlar ham eshitgandirsizlar. Lekin bunaqa holatlar joiz emas. Chunki salom bu Allohning nomi. Assalom bu Allohning ismlaridan bir ismi. Allohning ismini esa mana bunaqa holat joylarda zikr qilish joiz emas, makruh hisoblanadi. Xuddi shuningdek, namoz o'qiyotgan odam ham birovga salom bermaydi, chunki u takbiri tahrimaga. Takbiri tahrima degani o'sha namoz ichidagi holatlardan tashqari hamma narsa unga harom bo'ladi degani. Gaplashishlik, taom yeyishlik, ichishlik yoki boshqalarga ishora qilishlik harom bo'ladi. O'shaning uchun takbiri tahrima deyiladi. Lekin birov agar salom bersa nima qiladi? Birov salom bersa, agar u qo'lini ko'tarib bunday qilsa, namozi buziladi. Bizning Hanafiy mazhabimizda isharatun mufhima deyiladi. Ana shu isharatun mufhima, ya'ni ishora, o'sha salomga alik olishlik ishorasi. Ana shu ishora bilan u namozni buziladi bizning Hanafiy mazhabimizda. Nimaga deganda, va inna fis solati la shughlan degan hadisga binoan, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda namozni ichida mashg'ul bo'ladigan barcha narsalar unga nima qilingan? Qaytarilgan. O'shaning uchun oldingi holatlarda o'sha namoz holi mukammallashmagan holatlarda, islomning avvalgi holatlarida sahobalar kirib o'sha namozda turgan o'sha muqtadiylardan so'rardilar. Bunday turtib, nechinchi rakat va ikkinchi rakat ixtiro qilardilar, bemalol salomlashib, shunaqa. Keyin bu Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, men Habashistonga hijrat qilishimdan oldin mana shunaqa salom berardim, namozda turgan odamlardan so'rardim, biz bemalol gaplashardik. Lekin Habashistonga hijratdan keyin qaytib kelganimdan keyin birovni tutsam, "Men nechinchi rakat" desam, indamaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salom bersam, qaytarmaydilar. Lekin namozdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu hadisni aytdilar. Ana shundan keyin umirna, ya'ni nuhina, nimadan o'sha namozni ichida gaplashishlikdan qaytarildik degan
Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mana shu aytilgan. O'shaning uchun salom namoz o'qiyotganga yoki namozdagi odamga salom berilmaydi yoki namoz o'qiyotgan odam ham birovga salom bermaydi. Uyquda turgan, mudrokda turgan odam ham, chunki u o'zi bilmaydi nima qilayotgan holatdan. O'shaning uchun onalarimizdan bittalari o'sha masjidni ikkita stumi orasida bitta ipni bog'lab, o'sha namozda turardilar, qachon mudrab qolsalar, o'sha boyagi ipga osilib olardilar. Ana shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni eshitganlardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qachonki agar sizlarning uyqularingiz kelib qolsa, sizlar namozni qo'yib uxlanglar dedilar. Chunki uyqu holatidagi o'qilayotgan namozda inson zikr qilaman deb o'zini o'zi so'kib qo'yishi ham mumkin dedilar. Mana bunaqa holatlarda demak namoz ham yoki mana bu salomlashish ham joiz emas. Chunki o'zi bilmaydi, u kalla yaxshi ishlamagandan keyin hatto mashina haydash mumkin emas, salomlashish ham mumkin emas. Ovqat tanovul qilayotganda ham mana shunday. Chunki ovqat tanovul qilayotgan odam og'zida bir narsa bo'ladi. Bir narsa bo'lgandan keyin go'yoki u salomlashish holatlari g'alati chiqadi. Agar luqma og'zida bo'lmasa, salom berish mumkin va salomga javob qilish vojib bo'ladi. Qur'oni Karimni tilovat qilayotgan kishiga ham salom berish joiz emas. Birov Qur'oni Karim o'qiyapti. Siz kirib unga salom alayk qilmaysiz. Chunki u Allohni zikr qilyapti. Allohning oyatlari mukammal bo'lmasdan turib, uni bo'lib tashlash joiz emas. O'shaning uchun uni nimadan salom bilan o'qiyotgan Qur'onidan qaytarmaysiz. Agar salom berilsa, unga javob qilib, so'ngra Qur'onni o'qishda davom qiladi. Chunki Qur'on o'qishlik sunnat, lekin u salomni eshitgandan keyin u javob berishga majbur, chunki u vojibdir. Duo qilayotgan kishiga ham ihromda talbiya, ya'ni labbayk Allohumma labbaykani o'sha boyagi miqotda yoki miqotdan keyin o'sha nimalarda, haramlarda yoki Safo Marvoda yoki nimada maqomi Ibrohimda boshqa joylarda bo'lsa, ana shunaqa holatlarda ham salom berilmaydi. Chunki u Allohning zikri bilan mashg'ul ular. Labbayk Allohumma aytadi. Jannatda farishtalarning mu'minlarga xitobi ham salom hisoblanadi. Chunki Alloh taolo Ra'd surasida quyidagi marhamat qiladi. U abadiylik bog'lari bo'lib, ular u joylarga ota-bobolari, jufti halollari va zurriyotlaridan iborat solih bandalar bilan birga kirurlar. So'ngra ularning huzurlariga har bir eshikdan farishtalar kirib kelib salom ayturlar. Alloh yo'lida turli mashaqqatlarga sabr qilib o'tganlaringiz sababli endi bu yerda sizlarga salom, tinchlik bo'lgay, dunyo oqibati jannat naqadar yaxshi deb u Alloh taolo Ra'd surasida marhamat qilgan. Salomni assalomu alaykum deb to'liq va chiroyli shaklda berish lozimdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb aytsa yanada yaxshi bo'ladi. Abu Umama Suhayl ibn Hanifdan u otasidan rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlar: kim assalomu alaykum desa, unga 10 ta yaxshilik bor. Kim assalomu alaykum va rahmatulloh desa, unga 20 ta yaxshilik bor. Kim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh desa, unga 30 yaxshilik bor dedilar. Imom Tabaroniy rivoyat qilgan Al-Mu'jamul Kabirda. Bundan boshqa so'zlar bilan salom berish, salomlashish odoblariga ziddir. Salomlashishda salom beruvchiga tegishli bir qancha odoblar ham bor. Lekin vaqtimiz oz bo'lganligi uchun sizlarga mana shu yerda to'xtaymiz. Alloh taolo barchamizni mana shunday salomlashish odoblariga amal qilib hayot guzaronlik qilmoqimizni Alloh taqdiri nasib aylasin.